Assalomu alaykum YouTube'dagi mehribonlarim, azizalarim. Bugun sizlarga men qisqachagina mana shu Dermikos brendini EGF7 ampulasi haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu ampulani men o'zim tarkiblarini tekshirib ko'rgan holatda zakaz qildim, Koreyadan albatta. Buni eng yaxshi tarafi EGF7 bu professional tiklovchi ampula hisoblanadi. Peptidlarga to'la bo'lgan kompleksi bor kosmetologlarni ishlatadigan ampulalari darajasidagi kosmetika hisoblanadi. Xo'p, bu kosmetikamizni ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Dizaynlari juda ham mana o'zingizlar baho beringlar. Juda ham hashamatli qilib chiqarilgan, juda ham chiroyli. Bu ampulamizni tarkibida 7 turdagi peptidlar, gialuron kislotasi, niasinamid hamda terini tez tiklaydigan, chuqur namlaydigan, tonusni oshiradigan qo'shimchalar qo'shilgan. Bu serumni ishlatganingizda bir haftada уже terida charchoq belgilari yo'qoladi, teringlar jonlanadi. 25 yoshdan oshgan ayollarni 90% mana shu EGF7 dan keyin terisini sezilarli darajada o'zgarganligini sezishgan. Teringizga yoshlik berish o'zingizga bog'liq. Go'zallarim, mana ko'rinishi shunaqa gel teksturasida bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Shunaqa yengil, yopishqoq emas, og'irlik qilmaydi, makiyajinglar bilan urushmaydi. Juda ham приятный tekstura, juda ham tez so'riladi teriga va aytganimdek sezilarli darajada yuzinglarni tonusini oshirib, yuzinglarni chiroyli oqartirib berish xususiyatiga ega. Yuzinglarni yaltiratib beradi desam ham xato bo'lmaydi. Men bu ampulani surib, bir joyga borganimda уже sразу menga kompliment aytishdi. Yuzingizga nima qilasiz? Yuzingiz shunaqa chiroyli yaltirab turibdi degan so'zni eshitdim. O'shaning uchun mana shunaqa eng yaxshi kosmetikalar bilan sizlarni ham xabardor qilgim kelyapti. Shunaqa narsalar bor haqida. EGF7 tiklovchi ampulasini tezgina Telegram kanalimga o'tib buyurtma qilsanglar bo'ladi. Soni cheklangan qizlarjonlar. Ulgurib qolinglar shuning uchun. Mana shu videoni tagida Telegram kanalimni silkasini tashlab qo'yaman. Bemalol o'sha silkani bosib turib Telegram kanalimga o'tib olishinglar mumkin. Hammanglarni kutib qolaman. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar azizalarim.